بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجزء الثاني الكتاب اللي هو تركستان Açık Hakikatleri للمؤلف إسماعيل شيخ أوغلو شهاب الدين يسوي. وطبعا الشكر موصول لابن الكريم الشيخ أسد الله شو كتبت ميجي ورغانشون ولايق ورغانشون منه بكتبت مراجعة سجن. طبعا دوام قلمس عبودية القطن والتبعية الاقتصادية. bizi iqtisodiy shaklga ularga tobe qilishga qo'shib qilishdi. Iqtisod kun muhim. Iqtisod qo'lish bo'lmagandan keyin tamommi? Tobe bo'lasiz. Past vakalangiz ham bo'ladi. Va buni ya'ni adovatlardan bittasi bizni ubudiyatga va ya'ni mana shu kalla past qilishga sabab bo'lganlarga qutun ubudiyatida. Shunga ya'ni mana bu nuqta ko'p muhim nuqta. Chunki bu kishi shuni mulohaza qilyaptilar, tamommi? Sheyxo'g'li, Ismoil Sheyxo'g'li nima? Ya'ni bu kitobga Shahab ibn Yasir Alloh yarhamu, iqtidorimiz kattamiz. Aytibdiki, ko'ringlar deydi, mana yerda bir dars bor deydi. Iqtisodiy masalalarga ehtiyot qilishimiz kerak. Mana shu qutunni ustidan bizni ubudiyatga so'qqandi bular. Tamommi? Va undan avval aytdikki, biz tarixni buzib va adot shakliga ishlatish bizni nima qilish uchun, tamommi? Ya'ni istibod qilish uchun, bizni ezish uchun, tamommi? Hozir ubudiyat qutunga keldik. Hozir O'zbekiston va Turkiston bu taraflar nima bo'ldi? Mazraa bo'ldi. Mazraat qutun limin, li Moskva. Moskva markaz va atroflar hammasi unga xodim. Tamommi? Biz xodim bo'ldik. Mana shu bahr allar Ural bor edi, nimalar bor edi, shu tabiatni buzib, ya'ni faji shaklga, ya'ni ishlatib tabiatni buzib, insonni g'amga bo'lmasdan hamma narsani olib shu Moskvaga yuborgan bu ruslar. Mana shunga ya'ni istiqloli iqtisodiy markaz asosiy bir narsa. Siyodat uchun, o'zingizni nima uchun istiqlollik uchun. Shu nuqta bu kitobdan bu dars olamiz. Keyin qissalardan bittasi اللي هو Amudariyaga Yom Ashuraga 1932ga ya'ni kattamizni Shahobiddin Yasaviy dadalarini shahodat kuni. Va mana shu hodisa ko'p katta asar nima qilgan ekan. Ya'ni shu Amudariyaga o'tayotgan vaqtiga ana shu joyga shahodatini ko'zlarim bilan ko'rgan ekanlar, darasini. Va shu jangallarga 1 yilga yaqin qolishgan ekan. Qattiq kunlarga, qattiq. Shuni ko'ring, shaxsiy qissa, kunlik yashadiğı narsani nimasi? Qaydi. Ko'p muhim. Chunki ko'p dars olamiz biz. Bizga ko'p ibrat bo'ladi. Shaboblarimizga ibrat bo'ladi. İnson ustiga ham mumkin qattiq kunlar keladi. Qanday uni odam tahammül qilish kerak? Qanday muvajaha qilish kerak? Va inson hozir bo'lish kerak. Inson o'zini hozir bo'lish kerak, qilish kerak. Hamma vaqt yumshoq, hamma vaqt osonlik bilan o'tmaydi. Ba'zi vaqt qiyinliklar kelib qoladi. Shuni masalan o'qisa bir shabob, aytilsa shaboblarimizga ibrat olishadi. Hozirlikka olishadi o'zlarini. O'zlarini qattiqlikka o'rgatishadi. O'xshashadi deydi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu. Shunga o'xshagan. Ya'ni keyin kitobga masalan shu duali siyosatni nimasigan, ya'ni voqei shaklga nima qiladilar? Sharh qiladilar. Innu huquqi inson va shi'aratu dualiyu bilmadim, bular hammasi bekor. Shu quvay uzma bir joyga keldimi, maslahatlar ustiga bo'ldimi, insonlar ezib ketadi. Ana shunga aytadilarki, nasihat yangi jillarga tashqaridan quvvatlaringizni olmanglar. Tashqariga e'timod qilmanglar. O'zlaringizni qabul qilinglar, o'zlaringizni mustaqil qilinglar. Nima chunki ularning maslahati bo'ldimi? Hech kim sizga qaramaydi. Hamma ezib ketadi sizni. Taban durust tarixiy beradilar. Masalan, Anvar Poshani nimasiga va keyin ba'zi eshonlar, ba'zi nimalarki muqovamat qilganlar, thaqofiy va askariy bularning hikoyalarini aytadilar.
keyin nasihatlar beradilar. Biz atfollarimizni qanday tarixda tazifigan himoya qilamiz masalan. Va manhajiyatul qiyada, bir qoid, bir lider, bir nima qanday qilish kerak, qanday liderlik qilish kerak. Olib keladilar masalan Alparslan, Amir Temur, ba'zi boshqa qoidlarni masalan kitobga zikr qiladilarki, shularga o'rganaylik. Manhajiya olaylik. Qiyoda qanday bo'lishi kerak. Va asosiy masalalarga ichkargan nima u? Shu nima munofiqlar, mana shu tafriqa otarg'onlar, mana shu nimani olib kelgan, mana shular eng katta maraz mujtama ichiga. Shu kitobda ichiga shu ehsos olasiz. Shuning uchun shularga itoat qilish kerak, bilishimiz kerak, billa bo'lishimiz kerak. Bizni tafriqa qildimi? Boq berdik. Billa bo'ldikmi? Tarixda tadqiq qila olamiz. Asos kitobdan, ya'ni risolalardan bittasi ko'p ibratlar bor, ko'p qissalar bor. Ya'ni men aytganimdek 100 ta halqa qilsam ham kam bu kitobda haqqini berishga. Lekin atim shunday bir kanz qo'limizga borkan, shuncha amiq va tahliliy va chiroyli kitob borkan, hammamiz o'qishimiz kerak va hammamiz bilishimiz kerak. Va mana shu bir muhovala va o'zimizni mashkunki mana shu dadalarimizga mana shu qolgan asharni tarixini tadqiq qilish uchun bir da'vat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.